Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana yangi videoda ko'rishib turibmiz. Bugun sizlar bilan hammamiz bilgan o'sha bu Google Chrome brauzeri, Google Chrome dasturi va umuman Google qidiruv tizimi imkoniyatlari bilan tanishib chiqamiz. O'ylaymanki bu sizga ancha foydali video bo'ladi. Chunki kundalik hayotimizda Google Chromedan, umuman Google dasturlaridan juda ham ko'p foydalanamiz. Va undan aynan kompyuterda foydalanishda ko'proq kerak bo'ladigan funksiyalari va biz bilmaydigan ba'zi bir sirlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda Google Chrome mana bu programmaga, ya'ni brauzerga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda mana bunday рабочий stolingizda Google Chrome bo'lsa, shu orqali kirsangiz bo'ladi. Agar bu yerda yo'q bo'lsa, shunchaki kompyuteringizdan mana bu pusk, ya'ni Windows tugmasini bosgan holda Google deb yozadigan bo'lsak yoki shunchaki G harfini yozadigan bo'lsak, mana bizga aynan Google Chrome dasturi kelib chiqadi. Agar sizda o'rnatilgan bo'lsa, o'rnatilmagan bo'lsa, uni internetdan topib bemalol o'rnatib olsangiz bo'ladi. Agar siz o'rnatmagan bo'lsangiz, buni yozib qoldiring, biz sizga yana buni tushuntirib o'tamiz. Demak, Google Chrome dasturiga kirib olamiz. Mana agar sizda profillar bo'lsa, mana bunaqa ko'rinishda boshqa profillar kelib chiqadi. Agar profilingiz bo'lmasa, sizda mana bunaqa добавить joyi kelib chiqadi yoki shunchaki gastovoy rejimdan foydalanishingiz mumkin. Albatta, o'zingizni profilingizni добавить qilishni maslahat beramiz. Agar o'zingizning shaxsiy kompyuteringiz yoki o'sha ishdagi ishlatadigan o'zingizga ajratilgan kompyuter bo'ladigan bo'lsa, har doim ishlatadigan kompyuterga mana shu yangi profil ochib qo'yishni maslahat beramiz. Bu juda ham oson. Mana добавitni bosasiz. Agar sizda Google accountingiz bo'lsa, mana bu yerdan write qilib o'zingizning Google accountingizga kirishingiz mumkin. Google account ochish juda ham oson. Google account ochish bo'yicha mana bu yerda video darsimiz bor, tepada chiqadi. Pastda описаниеda ham qoldiramiz. Shu video dars orqali bemalol telefon raqamsiz ham Google account ochish yo'llari ko'rsatilgan. Shu orqali Google account orqali kiradigan bo'lsangiz, sizga ancha imkoniyatlar ko'proq bo'ladi. Agar Google account kerak emas deydigan bo'lsangiz, shunchaki mana продолжить без входа account yozuv ustiga bosib ham yangi account hosil qilishingiz mumkin. Mana chiqqan joydan nom kirgizib qo'yamiz. Masalan, o'zimizning ismimizni kiritib qo'ysak bo'ladi. Deylik, masalan, Akrom ismi bilan yangi ochib qo'ysak bo'ladi. Shuningdek, mana bu yerda maxsus ranglardan tanlasak bo'ladi, o'zimizga mos. Va shu orqali umumiy ko'rinish o'zgaradi. Keyin mana sariq rangni tanlab gatovani bosadigan bo'lsak, mana bizga yangi profil ochib beradi. Va bu yerda o'zimizga kerakli narsalarni saqlab qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, mana bu joyga bosib oynani kattalashtira olamiz. E'tibor bering, biz bosayotgan narsalar ekranning mana o'ng tomonida ko'rinib turibdi va shu orqali biz qaysi amalni bajarayotganimizni bilib olsangiz ham bo'ladi. Demak, birinchi ko'pchilik biladi yoki ko'pchilik bilmaydigan narsa bu, siz Google'dan nimadir qidirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan qidirasiz yoki bu yerda yozib ham qidirishingiz mumkin. Ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi. Ya'ni sayt yozish joyiga siz qidirish uchun bu narsani yozishingiz ham mumkin. Hop, qidirib ko'raylik. Masalan, mana BMT nima deb yozsak, bizga ushbu so'rovimiz bo'yicha javoblar kelib chiqadi. Va yaxshi tomoni, hozirgi kunda sun'iy intellekt orqali javob berish tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Sizga birinchi bo'lib mana bu yerda Obzor.ii qismida sun'iy intellekt, ya'ni Gemini sun'iy intellekt orqali javob berish mumkin bo'ladi. Bemalol mana shu yerdan umumiy ma'lumotlarni topishingiz mumkin va xohlasangiz bu bilan suhbatni yana davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Agar foydalanib ko'ring, juda ham mana bunday yangi oyna ochadigan bo'lsangiz, aynan shu bitta programma ochganingizda bir nechta mana bu vkladkalar bilan ishlasangiz bo'ladi. Bemalol ularni ajratib, alohida qilib hamda tortib turib yoki yana qo'shib qo'yib birgalikda joyini o'zgartirib ishlashingiz mumkin. Shunchaki suqanchani bosib turib joyini o'zgartirib ishlashingiz mumkin. Bu ham juda ham osonlik tug'diradi.
Demak, keyingi funksiyamiz mana bu yerda dastlabki oyna ochilganda mana bu yerda добавить tugmasi turibdi. Yerlik bu yerga bosgan holda o'zimiz tez kiradigan birorta saytlarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun mana bu tepa qismiga uni nomi yozish kerak. Yozish umuman shart emas. Nomini shunchaki mana bu URL degan joyga aynan sayt manzilni yozib qo'ysangiz ham ushbu yerlik qo'shiladi. Mana kun.uz misol uchun yozadigan bo'lsak, ismini qo'ymaymiz. Xohlasangiz siz yozib qo'yishingiz mumkin o'zingizga qulay bo'lishi uchun. Va gatovani bosadigan bo'lsak, mana kun.uz sayti bu yerga qo'shiladi va keyinchalik siz kirganingizda aynan kun.uz mana shu yerga ko'rinib turadi va birdaniga yozib o'tirmasdan mana shu knopkaga bosadigan bo'lsangiz, kun.uz sayti birdaniga o'zi ochiladi. Mana shu tarzda bizda demak sayt ochiladi. Mana bunday boshqa tildagi chet el saytlarga kiradigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganingiz boshqa tilda ochiladi. Agar biz o'sha tilni tushunmasak, mana ingliz tiliga agar tushunmasak, bemalol ana saytning o'zida ushbu yozuvlarni tarjima qilsak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerdagi mana перевести qismi bor, tarjima qismi. Shu yerdan mana masalan ruscha tushunganingiz rus tiliga o'tkazib olishingiz mumkin. Mana barcha yozuvlar rus tiliga o'tdi. Shuningdek o'zbek tiliga ham tarjima qilsak bo'ladi. Buning uchun mana bu 3 ta nuqtani bosib, выбрать другой язык ni bosamiz. Bu yerdan o'zbek tilini topib tanlasak bo'ladi. Mana o'zbekni tanlasak, перевести ni bossak, mana AQSh suvosti kemasi mojaro yaqin sharqdan tashqariga tarqalishi ortidan Eron harbiy kemasini cho'ktirdi. Demak, mana shunday ma'lumotlarni bemalol chet el saytlaridan o'zbek tiliga tarjima qilib o'qishingiz mumkin, lekin bitta kamchiligi 100% to'g'ri tarjima qiladi deb bo'lmaydi. Mana gaplarni o'qigan bo'lsangiz, to'liq izohli qilib tarjima qila olmaydi, shunchaki so'zlardan kelib chiqib tarjima qiladi va umuman tushunishga oson, lekin tushunsangiz bo'ladigan tarzda tarjima qilinadi. Mana Eron mojarosining 5-kuni haqida nimalarni bilamiz? Menimcha ancha foydalanishga qulay. Agar bu yerda sizga chiqmasa, mana bu yerda 3 ta nuqtani bosib, mana endi перевести qismidan foydalansangiz ham bo'ladi. Demak, Google Chrome'ning yana bir keyingi funksiyasi bu yerda mana rejim obyektiv qidiruv qismi bor. Ya'ni mana bu yerda fotoapparat rasmi qo'yilgan, poisk va kartinka rejimi bor. Ya'ni rasm orqali biror narsa qidirsak bo'ladi. Buning uchun shunchaki bosib, birorta o'zimizni rasm asosida qidirmoqchi bo'lgan rasmimizni shu yerga ochsak bo'ladi. Uning uchun vibrate fayl qilamiz va o'zimizni mana qidirmoqchi bo'lgan rasmimizni ochamiz bu yerdan. Mana papkalarning ichida deylik, mana rабочий stolda worksni ochamiz va mana bu misol uchun rasmni tanlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, rasm orqali mana sun'iy intellekt nimalar bu yerda tasvirlanganini ko'rsatib beradi. Shuningdek, mana aynan shu rasmni joylashgan boshqa saytlar shunga o'xshash qayerda joylangan bo'lsa, bularni ham bizga ko'rsatib beradi. Mana изображение запечатлено большой сфинкс. Ya'ni ushbu rasmda nima tasvirlanganini ham mana sun'iy intellekt bizga yozib beradi. Mana agar rus tilida chiqqan bo'lsa, bemalol buni o'zbek tiliga tarjima qilib, mana bu yerdan xuddi boyagi funksiyadan foydalanib o'zbekcha qilib o'qisak bo'ladi. Mana bu yerda rasmdagi Misrdagi Giza buyuk piramidasi deb yozilgan. Mana shu orqali rasm orqali ham o'zimiz kerakli ma'lumotni topib olsak bo'ladi. Demak, shuningdek, biror saytni biz doim kirganimizda avtomatik tarzda ochiladigan qilib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun aynan ushbu kirib turgan saytimizni o'ng tarafiga bosamiz va bu yerdan закрепить tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bunday holatda bo'lib qoladi. Ya'ni agar
ushbu brauzerdan chiqib ketadigan bo'lsak, keyinchalik ya'ni shu brauzerga yana boshqatdan kiradigan bo'lsak, mana Akrom nomli akkauntga kiradigan bo'lsak, mana bizda Kun.uz sayti avtomatik tarzda mana bu yerda ochilgan bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Va har doim ishni boshlaganimizda Kun.uz bizda avtomatik ochilgan holatda bo'ladi. Agar buni yana o'chirib qo'ymoqchi bo'lsak, ustiga o'ng tarafda bosib Zakripitni o'rniga Открепitni bosib qo'ysak bo'ladi. Shuningdek, Google Chrome brauzerda yashirincha ishlash rejimi ham bor. To'liq yashirincha bo'lmasa ham biz kirgan saytlar to'liq yashirincha holatda bo'lmasa ham biz kirgan saytlar aynan istoriyada ko'rinmaydi. Istoriya ko'rish uchun mana 3 ta nuqtani bosib, istoriya ustiga bossak, bizga umumiy mana oxirgi kirgan saytlarimiz bu yerdan ko'rsatib turiladi. Shu narsani ko'rinmaydigan holat shu yerda ochganda mana istoriyani bosib ko'rinmaydigan holatda qilmoqchi bo'lsak, buning uchun yana 3 ta nuqtani bosib Новый окно в режиме incognito ni bosadigan bo'lsak, bizga mana bunday oddiy rejim yoqiladi va bu yerdagi biz kirgan narsalar saqlanib qolinmaydi. Misol uchun bu yerdan kirib biror narsa qidiradigan bo'lsak, masalan CS:GO qidiramiz. Mana Counter Strike haqida ma'lumotlar, uni yuklab olish va boshqa qo'shimcha ma'lumotlar bor. Bemalol bularga kirib ko'rishimiz ham mumkin. Demak, onlayn o'ynash sayti bor ekan. Mana shu saytga kirib ko'rdik. Endi bundan chiqib ketadigan bo'lsak va mana boshqatdan istoriyani ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda boya kirgan Counter Strike saytlarimiz ko'rinmaydi. Bundan ham ba'zi holatlarda foydalansak bo'ladi. Ayniqsa boshqa odam kompyuteriga o'tirganimizda o'shandan foydalansak, aynan ma'lumotlarimiz qolib ketmaydi. Shuningdek, demak, Google Chrome orqali biror qidirgan rasmlarimizni yuklab olishimiz yoki ularni saqlanib qolishimiz mumkin. Misol uchun BMW deb qidiradigan bo'lsak, bu yerda BMW haqida ma'lumotlar chiqadi. Agar bu bo'yicha rasmlar kerak bo'lsa, kartinkaning ustiga bosamiz va mana chiqqan shu rasmlardan xohlaganimizni yuklab olishimiz yoki o'zimizga kopiya qilib olishimiz mumkin boshqa joyda ishlatish uchun. Shuningdek, bu yerda mana quyidagi instrumentlar ham bor. Kartinka rejimiga o'tganimizdan keyin instrument qismidan xohlasak, agar sifatli rasmlar kerak bo'lsa, razmer qismidan большийni tanlab olsak bo'ladi. Va bizga eng sifatli, yuqori hajmga ega, yuqori sifatlarga rasmlarni taqdim etadi. Buni rasmlar ustiga bosib ko'rib ham bilishimiz mumkin. Mana 1536 ga 1024 pikselga ega bo'lgan, hajmi ham katta bo'lgan rasmlarni ochib beradi. Shuningdek, svet qismidan o'zimizga kerakli rasmlarni topsak bo'ladi. Bu yerda misol uchun faqat qora oq rasmlar kerak bo'lsa, mana chorniy belini ustiga bosamiz. Bizda faqat oq va qora ranglardagi avtomobillar chiqib ko'rsatiladi. Yoki bo'lmasa pastdagi xohlagan rasmlar ranglardan bittasini tanlashingiz mumkin. Bundan tashqari prozrachniy qismi ham bor. Mana bu yerda prozrachniy qismida esa orqa foni yo'q bo'lgan rasmlar bizga kelib chiqadi. Bu biror dizaynlar qilayotganimizda yoki qanaqadir banner va slaydlar qilayotganimizda juda ham qulay rasmlar hisoblanadi. Misol uchun mana bu rasm, orqa fonda hech narsa yo'q. Buni kopirovat qilib turib, mana so'ja o'ng tarafini bosib turib, kopirovat kartinka qiladigan bo'lsak, misol uchun PowerPoint dasturida yoki boshqa programmalarda bemalol ishlatsak bo'ladi. Mana PowerPoint dasturiga kirib olib ishlatishimiz mumkin. Misol uchun mana ko'rinishdagi prezentatsiyaga Ctrl+V ni bosib qo'yadigan bo'lsak, rasm ochmaydi. Shunday paytda sichqoncha o'ng tarafini bosib turib, mana bu uchinchisiga resume qismiga bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, judayam chiroyli holatda rasmimiz joylashadi va bemalol buni
foydalansak bo'ladi o'zimizning prezentatsiyamizda. Xuddi shunday qidirib, demak, topib foydalanishingiz mumkin. Prozrachniy rasmlarni olish juda ham yaxshi samara beradi. Bundan tashqari, aytganimdek, boshqa ranglarni kerak bo'lsa, mana qizil rangni kerak bo'lsa, qizil ranglarni topib qidirishingiz mumkin. Tip qismidan har xil ko'rinishdagi topishingiz mumkin. Misol uchun, clip art ko'rinishdagi rasmlar, ya'ni mana chizilgan asosan ko'rinishdagi rasmlarni topishingiz mumkin. Instrumentlarda nima bor yana? За все время, ya'ni eng yangi rasmlar kerak bo'lsa bizga shu orqali mana 24 soat oldin chiqarilgan, mana shu haftada qo'yilgan rasmlar yoki mana shu oyda qo'yilgan rasmlar. Keling mana shu mesesni tanlab ko'raylik. Aynan shu oyda qo'yilgan rasmlar qaysilari bor ekan. Mana qizil rangdagi shu oyda qo'yilgan rasmlar bizga kelib chiqdi. Rasmni tanlab olsak bo'ladi. Ularni saqlab olish ham oson. Mana shu rasm ochilgandan keyin sichqoncha o'ng tarafini bosib, сохранить картинку как yozuvini tanlaymiz va bosamiz. Va bu yerdan o'zimizni kerakli papkani ko'rsatamiz. Boyagi dokumenti papkasini ko'rsatib, сохранitni bossak, bu rasm mana saqlanadi. Shunda yana bir narsa e'tibor berishimiz kerak. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'taman. Iloji boricha JPEG yoki PNG formatda saqlaganimiz ma'qul. Bu rasmdan сохранить kakni bosganimizda mana bu yerda chiqadi. Mana pastda ko'rib turibsiz, PNG image. Ana shunaqa rasmlar foydalanishga qulay. Dokumentga bosib, сохранitni bossam, mana ushbu rasm saqlandi. Endi bizda mana bu загрузка oynasida bu paydo bo'ladi. Buni olib turib bemalol boshqa joyda foydalansak ham bo'ladi. Endi keyin ko'radigan narsamiz aynan загрузка oynasi, ya'ni biz saqlab olgan narsalar yoki boshqa saytlardan yuklab olgan narsalar qayerga joylashadi? Buni bilish uchun mana shu загрузка qismiga yoki mana bu 3 ta nuqtaga bosamiz va bu yerdan загрузки yozuv ustiga bosamiz. Bu yerda ko'rib turibsiz, oxirgi загрузка bo'lgan fayllar ko'rinib turadi. Mana ustiga bosadigan bo'lsak, bizga mana oxirgi faylimizni ochib beradi. Shuningdek, bu yerda mana papka ustiga bosadigan bo'lsak, bizga aynan o'sha rasm joylashgan papkani ochib beradi. Shuningdek, biz o'zimiz qayerga saqlanishini ko'rsatib qo'yishimiz ham mumkin. Buning uchun mana bu yerda 3 ta nuqtani bosamiz va настройка bo'limiga kiramiz. Mana pastda настройка bo'limi bor. Va mana shundan skechani fayli qismiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turibsiz, qaysi papkada fayllar saqlanishi ko'rsatib qo'yilgan. Buni esa izmenit ustiga bosib, bemalol o'zimiz xohlaganimizni tanlab qo'ysak bo'ladi. Mana загрузки papkasi, xohlasak C yoki D papkadan saqlab qo'ysak bo'ladi. Maslahatim D yoki Y papkasiga, D yoki Y diskiga saqlab qo'ygan ma'qul. Mana biror papka ochib qo'yib shunga saqlasak, kompyuterimizga ko'p nagruzka tushmaydi. Shuning uchun D yoki Y ni tanlab, birorta papkani tanlab, bir papka qilib qo'ysak, aynan mana shu D down yozilgan papkamiz ichiga, demak, saqlanib qolgan fayllarimiz, skechat qilingan fayllarimiz tushadi. Shuningdek, mana bunday ikkita saytni oynasi bilan ishlaydigan bo'lsak, bu holatda saytlarni ikkalasiga ochish, o'tish qiyin bo'ladi. Shuning uchun bir vaqtning o'zida ikkita saytni ham ko'radigan qilsak bo'ladi. Buning uchun shuncha o'ng tarafini bosib, добавить вкладку для параллельного просмотра bosib qo'yamiz va bizda mana yarim tarafda boshqa sayt, bu tarafda boshqa sayt ko'rinishi mumkin bo'ladi. Bu yerdan esa mana qaysi saytni ochish kerakligini tanlaymiz. Kunuzni bossak, mana bu yerdan kunuzni ham, bu yerdagi rasmlarni ham bemalol ko'rib, kuzatib, tanishib tursak bo'ladi. Mana bitta vkladkada ikkita sayt birdaniga ochilgan holda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi esa bu rejimdan chiqib ketishimiz ham mumkin. Sifatlar o'ng tarafini bosib, mana bu yerdan zakrit levere vkladkani yoki поменять местами bosib joyini almashtirishimiz ham mumkin. Yoki o'zimizga yoqmaganini o'chirib yuborishimiz ham mumkin yoki umuman bu rejimdan chiqib ketishimiz ham mumkin. Mana VT ni bosib ushbu rejimdan chiqib ketishimiz ham mumkin. Yana bir narsa, ko'pchilikda shu muammo bo'ladiki, aynan
Google Chrome'ga kirganda mana bu yerda har xil yangiliklar haqida уведомление yoki оповещениялар kelaveradi va bu narsani ko'pchilik o'chirishga qiynaladi. Buni ham o'chirish oson, bu ham настройки bo'limidan qilinadi. Bu yerda mana bu confidentialность и безопасность bo'limiga kiriladi va pastroqda настройки sayt bo'limi bor. Mana shu yerda kirsangiz mana уведомление yozib turadi. Mana shu yerga kirgan holda bu yerdan запретить сайтом отправлять уведомление agar bosib qo'yadigan bo'lsak, barcha saytlardan keladigan уведомлениyalarni, ya'ni mana bu yerda chiqib turadigan xabarlarni o'chirib qo'yadi. Yoki yonib tursa ham pastdagi saytlarni tanlab turib o'chirib qo'ysak bo'ladi. Bizga hozircha qo'shilmagan. Shunchaki bizda agar ruxsat so'raganda ruxsat bermasak bu narsa hech qachon ochilmaydi. Agar umuman kerak emas bo'lsa, yaxshi tomoni mana shu запретить сайтом отправлять уведомлениyani o'chirib qo'ysak, hech qanday bizga qo'shimcha xabarlar kelmaydi. Shu orqali ortiqcha mana bunaqa chiqib turadigan har xil xabarlardan o'zimizni himoyalab qo'ysak bo'ladi. Keyingi yaxshi funksiyasi, agar biror saytga kiradigan bo'lsak, misol uchun deylik, biror saytga kiradigan bo'lsak, misol uchun mana Instagramni ochadigan bo'lsak, Instagramga kompyuter orqali ham kirish mumkin. Mana Instagramni yozadigan bo'lsak, bizga sayti chiqadi. Shu Instagramga masalan, shu Instagram saytiga o'zimizning login parolimiz orqali kirishimiz kerak. Deylik masalan, mana Akrom siziqcha 0102 akkaunt bo'lsa va parola yozadigan bo'lsak, demak mana shu login va parolni kirish vaqtida biz kompyuterga saqlab qo'yishimiz mumkin. Mana bunday oyna chiqadi, bizga saqlanib parol yozuvi chiqadi. Agar saqlanib bo'ladigan bo'lsak, keyinchalik ushbu login va parolimiz doimiy holda avtomatik ochib beradi saytlarni. Bu narsani qayerdan ko'rsak bo'ladi? Mana bu yerdan настройки bo'limidan автозаполнение и пароли bo'limi bor. Shunga kirib turib, parollarimizni ochib ko'rsak bo'ladi. Mana автозаполнение va parolni bosamiz va bu yerda Google Manager paroli oynasi bor. Bunga bosamiz va bizga mana hozir saqlab qo'ygan parolimizni ko'rsatadi. Faqatgina biz parolni, ya'ni kompyuterimizni parolini kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana kompyuter parolimizni kiritib OKni bossak, bizga mana shu saqlab qo'yilgan parolni demak ko'rsatadi va akkaunt nomini hammasini ko'rsatadi. Bemalol bundan foydalanib keyinchalik parolni unutib qo'ysak ham kirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Yoki mana bu yerdan добавить-ni bosib turib ham saytning nomi, email пользователь, parollarni qo'lda o'zimiz kiritib saqlanib qo'ysak ham bo'ladi. Bu ham juda ham bizga yordamchi bo'ladi va hamma parollarimiz doimiy saqlangan holda turadi. Shuningdek, agar qaysidir bir saytga kirganingizda uni ovozi sizga kerak emas bo'lsa, ovozi chiqishini xohlamasangiz, buni ham o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Aynan o'sha sayt uchun ovozni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Buning uchun yana o'ng tarafni bosamiz va bu yerdan отключить звук на сайтini bossak, ushbu rejim ovoz o'chirilgan, ushbu sayt ovozi o'chirilgan rejimga o'tadi va qanaqadir video qo'yilsa ham, birorta audio qo'yilsa ham bu yerdan hech qanday ovoz bizga eshitilmaydi va ushbu sukut rejimini yoqib qo'ysak bo'ladi ushbu sayt uchun. Va agar yana ovozni ochmoqchi bo'lsak, yana o'ng tarafini bosib turib, включить звук на сайтini bossak, yana ovozlar ochiladi. Bu narsa ko'rayotganimizda yoki biror boshqa ish bilan shug'ullanayotganimizda xalaqit bermasligi uchun juda ham qulay desak bo'ladi. Shuningdek, shu saytlardan foydalanishda, shu brauzerdan foydalanishda bir qancha qisqa klaviaturalari bor tezroq ishlash uchun. Misol uchun mana bitta saytdan boshqa saytlarga o'tish uchun mana Ctrl-ni bosgan holda tabni bosadigan bo'lsak, mana hamma ochilgan vkladkalarga, ya'ni har bitta ochilgan saytlarga, bo'limlarga bemalol o'tsak bo'ladi. Mana Ctrl-ni bosgan holda, demak, tab tugmasini bosaversak, shu oynalardan bir o'tib ketsak bo'ladi, sichqonchasiz ishlatish uchun. Mana shunga o'xshagan bir qancha yana qisqa klaviaturalari bor. Misol uchun Ctrl T tugmasini mana bosadigan bo'lsak, bizga yangi bo'sh vkladka ochib beradi, ya'ni boshqa saytga kirish uchun yangi bo'sh bo'lim ochib beradi. Avval mana shunday bir qancha qisqa klaviaturalardan foydalanish ham mumkin. Agar sizga bular qiziq bo'lsa, bular haqida ham alohida video chiqaramiz. Albatta, fikringizni yozib qoldiring.
Shuningdek, bizni Telegram kanalimiz ham bor. Ushbu Telegram kanalimizda so'nggi ma'lumotlar va oxirgi kanalimizga oid bo'lgan ma'lumotlar va yangiliklar berib boriladi. Albatta ushbu Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'ying va bu yerdan murojaatlaringizni kommentariy bo'limlarida yoki o'z fikrlaringizni shu adminga murojaat qilish botiga yozishingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan savollar va fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Albatta video haqida fikrlaringizni kutib qolamiz. Buguncha ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat.